一阴一阳之谓道，紫气东来。Ladies and gentlemen, welcome to China. 明码标价的那些物，非黑即白。若上颁奖台，切莫张灯结彩。八仙桌的收尾，少不了弄菜。上北下南，左西右东，东南东北，西北西南，步步高升，八方来财，四海为家，家兴旺。百事可乐，千事吉祥，万事如意，顺风顺水，天道酬勤，鹏程万里。你不给点表示了吗？啊？我们这辈老仔脖子上喜欢挂玉牌，香炉供台上摆，长大才开白黄牌。虔诚拜三拜，钱包里面多几百。易的是六合彩，难的是等合牌。来财，来财，来财，来。Ayyo, hamma sog' do'stlar, sizlar bilan Faza, xudo xolisa do'stlar. Bu vlog video bo'ladi, ko'rib turganinglardek, xudo xolisa bugun yana bitta davlatga qarab uchib ketyapman. Yangi davlat Xitoyga qarab, xudo xolisa Xitoyga qarab ketyapman. Nasib bo'lsa, o'tda men sizlarga ajoyib videolar qilishga harakat qilaman. Xudo xolisa chamadonlarni yig'ishtirib sekin-sekin o'zimni kameraman olman, Sony'imni, Zivion'ni olman. O'tda qanaqadir video qilgan shtativga qo'yib qo'yib, mana mikrofonlar bor bu yerda alohida, bu o'zining mikrofoni poketda mana DJ mikrofonlar turibdi. Xudo xolisa do'stlar, yaxshi video qilishga harakat qilaman. Umuman so'kinmaydi bu video. Bemalol oila davrasida televizorga baland qilib qo'ysalar bo'ladi. Xitoy haqida bilganimni, tushunganimni sizlarga ko'rishga harakat qilaman. Ko'p cho'zilib ketib qoldi. Bo'lmasa, men keyin kadrlarga o'tamiz. Hammaga rahmat. Men sekin uyga cho'milib u yoq qilib chiqdim. Xo'sh do'stlar, aeroportga ham kelib oldik. Xudo xolasa, chamadonlar, hamma narsa olingan. Sekin hozir endi oplarim oldiga ketyapman. Aeroport ichi registratsiyadan o'tish kerak, China South'dan. Bu tushib ketish kaptarib emasmi bu China South? Sekin o'chir juda ko'p mana. O'chirib qaraylik. 1 2 3 4 5 6 ta qator. To'lla hammasi. Xudo xolisa ulguramiz. 2 hours later. Yugurdim hozir yugurdim. Posatkamizga 10 minut qoldi. Hozir odam ham juda ko'p qoldi. Nasib. Mana odam juda ko'p. Xudoga shukr chiqib oldik. Hoppa. Do'stlar, xudo xolisa bitta davlatga qarab yo'l oldik. Yana bitta China South. Mana. Sekin-asta chiqamiz. Hello. ABC A. F. F. Thank you. Boshlaslar chiqib oldik. Xudo xolisa, salomon. Joyimiz. Opam shu yerdalar. Mana topam hisoblanadi. Shunaqa gap. Samolyot ko'rishga ulguraman, xudo xolisa. Ovqatlaridan ko'rib yeb ko'ramiz.
you. Thank you. Ne do'stlar, kim oldi Guangzhouga nihoyat bordi. To'g'ri. 24 soatdan oshiq uxlamaganimga pulim bor. O'ligidek charchadim, to'g'risi, o'ligidek charchadim. Pulimiz borib, birinchi vaqtdan ko'rsam, xudo xolis borib, tashqarini ko'rsam-a, chiqib qolsa bo'ldi desam. Do'stlar, keyin Xitoyda короче, xudo xolisa o'tib oldim. Terminaldan odam ko'p bo'lib ketdi, mana aeroportdan. Va xudo xolisa ko'rsam, u yoq shaharlarni ham narsalarni ko'rsam, yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Tutamiz. So'rashlar xudo xolisa o'tib oldim. Eng muhimi o'tib oldim. Shu kerakli. Hozir mana qo'limdan o'tibdi. To'plashamiz ko'chaga chiqqan. Ovozim yaxshi deb umid qilaman. Do'stlar, terminali tepadan ko'rinishi, bagaj olgan joylar katta ekan, juda ham katta. Вообще duty-freelari polni. Bagajni olishga ketyapmiz. Men chiqib bo'lgan deb o'ylayman, chunki ancha qoldi. Bu yerda yomon yengil desam bo'ladi. Bagajim chiqmadi, ruchnoy bagajim chiqmadi. То есть bagaj chiqmadi. Hammaniki chiqdi. Xolamniki, opamniki chiqdi-yu. Meniki chiqmadi, kutib o'tiribman. Katta ehtimol bilan kimdir olib ketib qolgan adashtirib. Chunki shu paytgacha chiqqan bo'lardi. Xo'sh do'stlar, topildi jamadanim, Xudoga shukr. Oxiri bo'lib chiqdi, o'zim eng oxirlardan bo'lib chiqdi. Hozir sekin asta shaharga qarab chiqishga harakat qilyapmiz. Nasib bo'lsa, ko'cha issiq, вообще issiq shoninglar. Achki parlanib ketdiman ko'p turgan yerda. Nerealni issiq. Mayga olaman borib, maygada yuraman shoninglar. Chiqib oldim Xudoga shu shaharga. Juda ham zo'r. Hozircha vibe yo'qotdi. Achki parlanib ketdiman qarab turgan. Вообще issiq, вообще. Ani saunada bor, sauna 40 gradus bor-ku, shunaqa bo'lyapti. Вообще lekin xudo xolasa ateliga borib videoni davom ettiraman. Qobil akam ketyaptilar. Yo'llar zo'r. Two hours later. Do'stlar, bu karta. Shunaqa kiramiz. Qo'yib. Ha. Nolimadi? Вроде бы нормальный zo'r xona. Ko'p turganlarda. Chotki. Hatto okeylar turibdi. Yeah boy. Hozir короче, завтракka gaplashib yo'qoldik. Keldim va nihoyat bir 55 minut kutdik. Mana turganlarda bu yaban qo'y dabanji, qo'y go'shti va nonlari bor. Bo'lsa istaqini ochirgan bo'lsam zo'r mana. Bo'sha, bismillah. Xo'sh do'stlar, chiqish bilan eng zo'ri yomg'ir quyib yubordi. Voy, qani? Yomg'ir yog'ardi. Voy, chiroyli. Xo'sh do'stlar, tungi Xitoy o'zim sayrga chiqdim. Hozir birinchi pul maydalamoqchiman. $100 maydalab, hozir bu narsani olishga harakat qilaman. Xudo xolisa. Mana bitta ko'chani ko'rsatmasligga, ko'cha sizlarga qiziqmandan ko'ra bu Xitoy ko'chalari. Lekin aylanib yuramiz. Hozir pul olamiz. Hello. Ni hao. How much? 100. Just press. Oh no. Go? Don't have. Yeah, bro. Don't have. This good. Thank you. Короче, bular yerga urib oladi. Biz 6-7 da maydalayotdik.
mana 6 chiziqcha 677 aytyapti to'g'riroq qilib aytganda. Hozir bu 675 deyapti. Bu farq normalligina, chunki masalan hozir maydalasam 600 qanchadir bo'ladi, adashmasam. Shuning uchun 677-76 joy topishim kerak. Yo'q, mana dunyo Xitoy haqiqiy vibe'ini sizlarga ko'rsataman. Buni ko'rsatdim sizlarga. Mana juda ham chiroyli. Sekin yurimiz. Bu торговый center. Timur, Oybek, Madina. Shunaqa hozir yurimiz. Men yuraman to'g'ri bitta o'zim. Vroj bu yoqqa borishdan ma'ni yo'q deb o'ylayman, chunki aylanib bo'ldim, bu hech narsa yo'q, qiziqarli, faqat o'sha Uyg'ur oshxonasi bor, boraganim, video qilganim. Boshqa hech narsa yo'q. Sekin hozir yana sayrim davom ettirib yuraman. Aytgancha, bu video alohida chiqadi, vlog video, ovqatlangan videoim chiqadi. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Men ovqat yeganman, xitoycha ovqatlarini, nima desam bo'ladi, xitoycha neobычный suvlarini ichganman. Juda zo'r suvlari bor ekan, Fantanani eksklyuziv bizda yo'qlarini ichdim. Bizda bor kelgandir hozir. Kokosli suv oldim bugun, shot sutli suv oldim. Suv oldim, aniqrog'i, shot sutidan yana har xil narsa oldim. Uni ham video qo'yaman. Albatta, video mamda chiqib bo'ladi yoki undan keyin chiqadi. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar, bilib bo'lmaydi qachon chiqarishim. O'shani gaplashamiz, xudo xolasa. Va do'stlar, yonimda Guanzhou politsiyasi, bilmayman, videoga olish mumkin, katta ehtimol shuning uchun olmayapman. Yuraman. Ham торговый center ham katta, lekin o'tam yopiq katta ehtimol bilan. Shuning uchun vaqt kirishdan ma'ni yo'q. Narigi betga o'tirsam hayotim yaxshi ketardi, chunki narigi betda qiziqarli narsalar ko'rgandek bo'ldim. Do'konga kirib surishtirib turardim. Opam muttamadir qotdilar. Nima bor ham? Okalar ochib o'tiribdilar. Bu yerda vroj bir narsa yo'q-da. Va bu yopiq торговый center ham qizil bizga. Hozir o'tamiz. Vibe cho'tkiligim, vibe zo'r. Lilani qaranglar. Nimaga li ko'p desanglar, Xitoydamiz-da deb. Savollar qara to'p qo'yishibni. Xitoyda bo'ladi, li bo'lgandan keyin nima BYD ko'p? Chunki Xitoydamiz. Nimaga? Nima ko'p bo'ladi? Chunki Xitoy ishlab chiqaradi. Shunaqa. Mana aytaman, Gamtbonniy kargo. Mana. Kargo. Bonniy kargo ketgan. Yo'qda men hozir yashni o'tolmasam, mana kargo o'tkazishadi. Ano akam krossovka sotadigan ekan, krossovka sotadigan ekan soat 10 da chiqar ekanlar, hali ko'rmadilar. Krossovka ko'rsatmoqchi 1 soat bor ekan. 2 soatlarda chiqib, men sizlarga ko'raman, 7-Eleven bor ekanchi. 2 soatlarda ko'rsataman, 7-Eleven ko'rsatadik mana. 7-Eleven. Anaqa. 6-7 o'tib boshqacha. Mana akam sotardilar krossovka, hozir chiqadilar. Chiqsalar videoni ko'rsataman, aniqroq video davom ettiraman. Atliga kiray. Charchadim to'g'risi bor, charchadim. Atilni ham ko'rsatib so'raman, вообще farqi yo'q. Opa o'tiribdilar, to'zib olaga hozir. Shunaqa gap. Issiq. Shu tani opa, yomon opalardanmi deyman, g'alati qarab qo'ydilar. Yonimda. Hali chiqmabdi-yu ana. Ana bola kelyapti qaytib. Balki soat so'rar, yaxshilik. Ham ovqatlar yeyishyapti mana. Ovqatlar yeb ketishyapti. Sassiqligini bilsaydi, sassiqligini odam yemaydi, odamzod bunaqa ovqat yemaydi, faqat xitoyliklar yeydi. Bu tushunasizlar bu narsani. Mana bizdan atel. Oppa, kiramiz. Muzdekkina. Hop do'stlar, ertalab kecha men yurgan joydan торговый center oldi tarafiga keldim. Imomni qaranglar. Domlarning chiroyliligini. Juda chiroyli, birga 30 etaj bo'lsa kerak. Domni o'zi 30 etaj, imani торговый center. Kirish joyi tepasini men sizlarga ko'rsatib, boshim aylanib qoldi. Shunaqa hozir ko'ramiz, u narsa olgani keldim deb o'ylayman. Endi sushi bor ekan, endi xudo biladi xitoyliklar sushisini yeb bo'lmaydi. O'zbekga katta sigara chaqib. Hop, endi nima bor? U mana торговый center bo'ladi, zo'r. Hozircha yo'qotdi. Bu короче -0 mi? Shunaqa boshlansa kerak menimcha. Yo'q, mana. Voy, sasishni boshladi ovqatlaridan. Hop. Bu pastni mana kiyim.
O, necha etaj bu? Oho, oppalarini. Etaji вообще katta ekan buni. Примерно shunaqa mana. Menimcha bu hozir qatori ayollarning kiyimi bo'lsa kerak. Men erkaklarning kiyimiga tushishim kerak, chunki erkaklarning kiyimi men birorta bir normal narsa ko'rmadim. Ko'rgan bo'lsam juda qimmat Xitoyda bizani narx bo'yapti. Shuning uchun hozir men bu kiyim topishim kerak. Ayollarning kiyimi ekan bu qator. Tepaga chiqishim kerak ekan. Короче, tepaga chiqib hozir video davom ettiraman. Do'stlar, hozir bitta opa keldilar-da. Mana bu turibdilar hali ham gaplashib, bu opa rasmni ko'rib taklif berar ekanlar. U soatni kiyimlari, mashta bor, tipa chaqirar ekan. Bu yerda brend narsa sotish mumkin emas. Masalan, Louis Vuitton sotish mumkin emas, kopiya qilib, uni Louis Vuitton qilish mumkin. Qaysi harfni o'zgartirib qo'yadi. O'shaning uchun nima bo'ladi, agar kopiya qilib Louis Vuitton sotsa, bular jarima beradi, katta shtraf qo'yadi. O'shaning uchun bular bekitib sotadi. Hozir o'shani oldiga ketishyapti endi, bilmadim. Hozir men ham musko kiyim bo'lsa bo'ldi, men jonim beraveraman. Ketdi. Opa ham turibdilar-da. Chiqib boramiz hozir opa, nega qotgan bo'lsalar, lekin yaxshi sen sotish ishladilar. Qaranglar. Ruskoy. Bo'lsa kerak o'ylanmoqda qolasa. Jinsiy narsalar ko'p bor, jinsiy narsalar ko'p, juda ko'p. Shu men hozir uyoq-buyoq bo'lardim, ularni soparman o'zimga, qarash kerak edi. Zo'r krossovka topishkalar bor ekan. Hozir ingliz aksentimni ko'rasizlar. 1 dan 2 gacha baho berasizlar. 0 dan 1 gacha desam sal to'g'riroq bo'lgan bo'lardi. Hop, bu yerda menga uncha qolgan narsa yo'q. Mana mana bitta 150 deb yozib qo'yibdi. Ikkitasi 150, bu degani $25, 300 mingga 150 ming oyoq kiyimlar zo'r. Skechersmi to'g'rida? Bo'lish kerak, Skechers bo'lsa. Original bo'ladi. Chunki original arzonroq bo'lishi mumkin, balki qimmatroq bo'ladi. Skechers sale qilib qo'yishdi. Mana Skechersga hozir men kirib ko'raman. Вроде muskoy bo'lsa kerak. Muskoy bo'lsa kerak, вроде бы. Bunga mana 69 turibdi. $10 atrofida bo'ladi. Skechers originali bo'ladi. Ot. Original narsalari. Kiyimlar. Ma'lumki, pastga. Damanamiz menga yoqmagandir. Bu qancha ekan? Yozilmagan narx. Qarshi chiroyli kiyimlar bor ekan. Pastga qo'raman, video o'tgan ish qolmasin deb. Da, chiroyli narsa. Ni hao. How much is? $2.99? Okay. Thank you. Hop. Hozirgi ko'rsatgan oyoq kiyim narxi $299 ekan. Bu $35mi, $40 atrofida. Toshkentda 1 million sotishadi. Если что надо будет. Так, полностью. Hop. Imam bitta branshlet mana. Branshlet qo'yish. Ni hao. How much is? Okay. Ni hao. How much is? This 100. 100? Nah. All 100? Okay. Thank you. Hop. Lekin narxi zo'r ekan. Qayta bir hozir aytmasizlarga buni narxini 100 bo'lsa 170 ming ekan. Narxi вообще zo'r. 170 ming narxi. Bizda 300 ming sotishadi, 300 ming, 350 ming sotadi. Balki undan ham qimmat sotar. Branshletdan ko'rdinglar o'zinglar. U mana Skecherslar 49 turibdi, oyoq kiyimlar. Anamandir ba'zi qo'yapti. 49 ekan men bilan. Bu 49 $10 ham bormaydi. No kassasini hozir ko'raman o'sha. Bo'ladi, ana Xitoy. Xohlosam boshqa. Do'stlar, men menimcha o'zim kerakli joy topdim. Muskoy kiyimlar, menimcha adashmasam, muskoy bo'lsa kerak, qishki kolleksiya adashmasam. Men balandlikdan juda ham qo'rqaman. Men bu ekskavatorda chiqayotganda, ayniqsa oyoq qaltiraydi вообще. Shuning uchun liftga chiqdim hozir, qo'rqdim to'g'risi. Qaratoq ana shunda bo'ldi.
Hop, hozir hamma narsa ko'rmayman lekin aniqroq kinodan ko'raman. O'zbek o'tirib katta ehtimol bilan yashashdan bo'ladi, xuddi shunaqa o'zbek o'tiribdi. Pastda ham mana kim ekan, yaxshi 3 ga chiqolman. Короче, bu etaji вообще ekan, men boya kelgan joyim -1 ekan, tushunasizlarmi? -1, 1, 2, 3, 4, 5 bo'lmani qaranglar. Chiqolgan. Nifiga себе. Juda ham chiroyli ekan lekin hayron qoldim men. Короче, ana gulli narsa ko'rdim. Yo'q, men xohlagan narsamizga kiyim oddiy ekan. Bilmayman, zaynab, buni Zadina mana, ammo Zara bo'ladi, 100% u yeraman, Zara degan. Zadinadan o'sib qolgan просто. To'g'risi men wow degan kiyimlar yo'q. Hammasi Xitoy neferskiy bolalariga neferskiy narsalar ekan, to'g'risi. Kirib ko'rmadim hech qaysi do'kon. Bitta o'sha do'konga kirdim, aytganimdek gulli anaqa qilingan. Bozorga borish kerak ekan-da. Sizlar hozir ko'rsam. Buraya mana bitta narsalar. Kiyimlar mana. Son ko'p mana Xitoy neferskiy bolalariga yarashgan narsalar. Hamma bo'lib buzilib ketgan bitta. Yo'q, eng qurilyapti, hayronman. Biz gul ekanman, nima yarashdi? Ko'rsayotgan Foydalan plan. Bu men vaqtimga. Sho'ri narsa ekan. Narxi ekan, narxi hozirmagan. Biz narxini oshib ko'rmagan. Bu 50 dollar mana rasmiy bu. 1888 ekan. Shu turishi. Men sizlarga buni narxini aytadigan bo'lsam, 130 dollar atrofida ekan. 120 deylik. 120 atrofida ekan. Mamta yo'q. Вроде бы qimmat, butik qimmat ekan. Va bozor bo'lsa o'sha yerda arzon bo'ldi, juda qimmat. Xo'sh. Tepaga chiqib ko'raman, yana ko'raman, bilmayman hozir. Yuraman, просто aylanib. Acha. Tepaga chiqib ko'raman. Xo'sh do'stlar, Xitoy kiyimiga keldik. Bunaqasi. Qamasiz? Bo'ldi. Buni narxi 1789 ekan. Aha. 3? Okay. Mana narsalar bor ekan. Har xil mana Xitoycha narsalar, ashlo qo'yib qo'ygan, avtorskiy narsa kerak bo'ladimi? Bu mana zo'r narsa ekan. Buni ko'rish kerak narxini. Bu. Aha. 159 ekan. And this sweet. This one? Aha. Bu mana bu turishi shunaqa narxga qimmat ekan, lekin olardi pulim bo'lganda. Thank you. Короче, Xitoycha men xohlayotgan kiyimlar ekan. Bilay qimmat ekan, olardim lekin bor. 30 dollar deyapti-da. Ustidagini o'zi 30 dollar o'ylasam, qimmat. Bir 15 bo'lganda lekin sraz olardim. Faqat yuvan yo'q edi, men qaranglar. Ammo telefonlar, hamda oq qushli chaqalaydi. Shunaqa, menimcha eng zo'r ko'rgan narsa hozir shu bo'ldi deb o'ylayman bor-ku. Billah. Yomg'ir yog'di. Voy, yomg'ir. Yomg'ir kuyardi. Mega oshini tutgan bo'yamishim. Avashim tubishim. Yomg'ir yog'di, mazza. Вообще zo'r. Shamol ham kelyapti. Avashim tubishim. Xo'p do'stlar, hozir men ovqatlanishga fast foodga va nihoyat va hodisa men sizlarga yozib ko'rsam, mana ko'rsata qoling mana. Vot mana bu yerda burger, xudo xolisa halol, arablarni kiyamiz. Bu yerda free, alohida lavash etdim souslar bilan. Nimaga
ikki ovqat aytganimni sizlarga ko'rsatmoqchiman qanchalik yaxshi mazasiligini. Xitoyda sochniygina ekan. Ko'rib turganlaringdek. Mana. Yana ko'cha aylangan chiqdim. Mana qaranglar, bu joyga kelmadim lekin. Juda ham chiroyli devor. Juda chiroyli davlat. Ishoninglar. Hamma qaranglar chiroyliligini. Yomg'ir yog'di hozir. Bu video ko'rsatgandek. Mana sayrga chiqdim hozir aylanib, u yoq bu yoqqa qilib yurishga. Chiroyli. Harakatda zo'r. Maza qilib aylanib yurishlik joy. Shunaqa gap do'stlar, videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, videolarni davom ettiraman. Xitoyda kamida 2 video chiqarish niyatim bor. Ovqatlari ham Xitoyga kelganim, narxlarni ko'rishim kerak. Narxlarni ko'rishga kiyim do'koniga kiraman o'zi, bozorga. Menimcha qaytaman bu yerda hech narsa yo'q pashti. Qaytaman. Qaytayotganda ham anaqa chiroyli joydan qaytaman. Rostdan zo'r. 3 soat oldinamiz bizda 2 uje Toshkentda qoqabet bo'lyapti. Mana chiroyli. Avtobuslarni qaranglar. Anime tashaganmi? Avvalida o'ziga yarasha ko'rk beryapti bor lekin. Ko'rsamasa deylik tekinmi ekan, shuni bilmayman men. Bu pullimi ekan? Menga hozir yoqqan joy ko'rsataman sizlarga. Mana ham dema yo'q. Mana ham chorlaha nima? Tupoy miyasi yo'qmi? Men chorrahasi yomon yo'qdi, qaranglar. Chiroyli. Bunaqalarda daraxt oldidan, katta daraxt oldidan o'tasizlar. Xudo o'zi yaxshi bunaqa. Yana ko'rib chiroyli. Xo'sh do'stlar, men Xitoy metrosiga tushdim. Buni ko'pchilik sizga ko'rsatmagan menimcha. O'zim ko'rmaganman chunki mana Xitoydagi metro bu kirish qismi ekan. Shunaqa. Hop, mana. Juda katta ekan. Mana bankomatlari. Voy, liniyasini namuncha katta bu. Bir O'zbekistondan bir 3 ta kelsa, 4 ta kelsa kerak. Yo'q, undan ko'p bo'lmasa agar, qaranglar. Liniyasini qaranglar. O'rtada g'afurg'ulom. Вообще katta. Har xil narsalarni to'lasa bo'lar ekan. Liniyasi har qatda katta bor. Katta. Har xil shoppinglar, 7-Eleven bor ekan. Magazinlar ichkaridan chiqib yotdi, har tomondan kirish bor ekan. Bularni hozir nech pulligini hozir endi bilib ko'ramiz. Nima desam bo'ladi? Jabbor amaqim hozir nima qilib to'g'rilab bermoqchilar buni. Men to'g'rilab bermoqchilar. Qani, Jabbor aka. Jabbor aka. Zo'r Jabbor aka. Menga hozir kelgan ma'lumotlarga qaraganda tushadigan ostanovkagacha pul to'lanar ekan. Tipa masalan sizlar hozir sizlarga ko'rsata qolay, yaxshisi kelinglar mana. Bu hozir nechta to'lasiz? 113 mi? Yo'q. Hozir. Ya adashib qoldingizmi? Lions. O'shan turibdi o'zi. Lions ring. Yeah. Power. Okay. And for people 16 RMB. 16 bu degani где-то bir hozir aytaman 100 ming Nech pul desam bo'ladi? 16 bo'lsa bir 6 30 ming bo'ldimi? 30 ming yetmayapti. Где-то bir 25 ming atrofida bo'lyapti. Вроде нормально, menimcha 25 ming atrofida 4 kishiga Guangzhouga. Nechta bekat bor ekan? O men tangi tushirdi, bular tangi yetgancha hali ham adashmasam. Tangi emas. Jeton. Coin. Mana. Mana. Xitoy jetoni bor keladi. Hozir men o'taman. Men mana bu yoqqa qo'yishim kerak adashmasam. O'tdim. Qobil aka rag'bat. Shuna gap. Tuz apparatnami bu?
Короче, o't oldim. Bu tarafini qo'yish kerak ekan. NFC ekan bu. Tashlamaysiz ekansiz buni. Просто NFC. Respekt. Mana. Примерно ichi lifti bor. Tushunasizlar, metroda lift bor. Если что надо будет. Voy, asalcha. Shunaqa. Hozir tushamiz. Mana shu yerni ko'ramiz. O'zi ham bir katta bo'lsa kerak. Afrosiyob poyezdiga chiqqanda ana vokzallar katta bo'lsa kerak. Vokzalga kirib ko'rmaganman. Undan ham katta bu. Hozir men sizlarga ko'rsaman. Ungacha marojniyni yorishim kerak. 7-Eleven'dan olindi 5 yuanga endi. Tashli 10 ming so'm tashli emas, o'zi 10 ming so'mga olindi. Emas u yer. Mana axborotchilarim anaqasiga qaraganda bu eng past ekan. Voy, qo'rqib ketaman. Voy. Qaranglar. Oh, opalarini. Вообще uzun, lekin bu реально uzun. Men qo'rqib ketaman. Вроде бы kelajagi boshqa liniya ham yo'q. Katta ehtimol. This one? Okay. Anta chiqamiz? Metro. Metroga chiqamiz. Oppa. Juda ham muzdekchi. Juda ham muzdek, konditsioneri zo'r. Hozir yurishimni tekshirib ko'ramiz qanaqa ekan. Bitta oyda turibman, ikkita oyda turibman. To'g'ri tushayapmanmi? Tushib ketamanmi yo'qmi ko'ramiz. Tez ekan. Tushib ketdim. Bo'ldi. Borib yana davom ettiraman. Tushib oldik. O'zi o'tkazishimiz sal qoldi. Sakradi oxirida, ana hindistonlik kinoda bo'ldi. Oxirida poyezddan sakraydi, xuddi shunaqa bo'lyapti. Beysak ham aytgandek kamerani uzoqroq olmayman. Chunki yaqin olsam boshim ham naqa bo'lib qolar ekan. Shuni uzoqroq olmayman. Mana jetonim qani? Jetonim kerak bo'ladi. Bu mana omadli kalitim, Millivonkaniki. Ancha tashlagansiz. Endi bu yoqqa tashlaydi buni. Hop, bo'ldi aka. Assalomu alaykum. Короче, sistemasini tushundim. Sizlar ketayotganda skaner qilasizlar, o'sha o'chadi, keyin tashlab yuborasiz uni, unga qaytadan ishlab skaner qilishadi. Genial. QR koddan ko'rinishi yaxshiroq deb o'ylayman, yani bilmadim. QR kod ham lekin zo'r. O'ylab qarasa, tutib to'lashga. Mana chiqamiz. Xitoyda vaqtdan topamanmi deb o'ylayapti, olayapman chiqmadi. Hammasini qaranglar. Basharasi oppoq makiyaj qilgandek, padallari ana bo'ynidan boshlab qora cho'nslar, ana qora ajratib turadi, oq qora bo'lib qoladi. Sizlar uni olsangiz zebrani olgandek bo'lasizlar, oq qorani tanib beraman deysizlar. Gaplashsanglar. Endi hozir bilmadim, chiqishimiz kerak, qayergadir. Alison Washroom. Kim ko'rgan, yozib qoldiringlar buni. Va hozir chiqamiz katta ehtimol bilan, mana chiqamiz. Lekin tekshirishi normalniy, jo'ski ekan. Aeroport suradigan apparatlarga qo'yishgan. Mana shularga joylar. Magazin. Nima, tug'ilgan joy ekan. Bolam tug'ilgan joy ekan. Hozir chiqishim bilan men anaqa turgan bo'lsa, katta Eyfelning bashini turgan bo'lsa, qani. Zoraba chiqishim bilan shu narsa bo'ladimi, o'ylayman. Короче, olib ko'rdik. Metroga chiqayotganmiz hozir yana. Men videoni davom ettiraman, uzoraman bu joylarni. Qanaqadir chiroyli manzara kutyapman. Tepamiz уже bizani Chinatown ekan. Boshlayapman nima? Xudo biladi. Mana anaqa hayvonlar shahri Zootopia. Mana nima joy? Chiroyligini. Sentrga keldim men. Men Oybek, sentrda men. Men o'ng tarafni sizlarga ko'rsam, qaranglar. Sidney, men qayerga kelib qoldimmi? Rasmga tushib olish shunda. Qaranglar. Прям metroni tepasida-ya. Da do'stlar.
Vau, vau. Bu metroning ustida tushunyapsizlarmi? Pastda metro buni. Bu ya Xitoyliklar jinni bular jinni. Bu qaranglar mana buni sizlar. Vau. Da, вот это да. Da do'stlar, bu videoga bunaqa issiqda turish arziydi. Do'stlar, va hozir o'sha kiyimimni oldim. Uzoq qidirgan 45 dollarga olgan kiyimimni kiyib oldim. Endi cho'tki, mana shu xitoycha chista jonsan bo'ldim. Chista jumon bo'ldim, to'g'ri. Mana atmosferani ko'rsatiraman sizlarga. Cho'tki. 别墅里面唱 K， 水池里面饮龙鱼。我送阿硕茶具和研磨下笔，直接给我4个字帅。大展宏图，大师亲手提笔字。大展宏图，搬来放在办公室。哎，大展宏图，关公都点头。有料，鸿运不能总是当头，因为他说要玩就要玩得大，玩得大点。谁穿越大，老甩坐得下，养下宠物，得罪小人没关系的。 2 hours later. Sassiq ustiga ahvol. Odam shunaqalarni ko'rib shukr qiladi, lekin Xudoga shukr. Issiq do'stlar, juda issiq. Teroq bosib ko'rayotganlar hamma yotar. Qaytib kelamiz hozir endi ovqatlanib, sekin shu uxlash yeri ertaga ishlaydi bo'ldi. Hop do'stlar, magazindan olgan narsalarimni ichib ko'raman yana. Bu bunaqa shot tutili 100% natural deb qo'ygan. 100% buni ichib ko'raman. Men kokosli suv olgandim. Ko'p turgan kokosli suv olgandim. Lekin buni suriga o'tib qolibdi. Olgan kunimda o'zi o'tib qolibdi. 我有我自己的原则，我不想一辈子让人踩在脚下。你以为我是臭氧贩子？我整了3年，就是想等一个机会，争一口气，不是想证明我了不起，我是要告诉人家我失去的东西，我一定要拿回来。 Xo'sh do'stlar, shunaqa bir haftalik safarim ham tugadi, xudo xolisa. Men o'rtini ko'rsatdik, ko'chasidagi mana. Atelimiz men bu ko'rsatmagan edim. Mikrofon taqmadim, zarkasi qolmabdi. Bu xudo xolisa video tugashi. Birinchi safarim Xitoyga juda ham zo'r o'tdi, mazza qildim. Xudo xolisa yana kelish nasib qilsin. Shunaqa do'stlar, bir hafta shu yerda bo'ldim, ko'rdim, mazza qildim. Hamma rahmat do'stlar, shu yerga ko'rganingiz uchun kanalimga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Tezroq bu kanal 10 ming ta qilsagina yana o'sish bo'ladi, yana ko'p davlatga chiqish nasib qiladi. Tafsilotlarim juda ham zo'r, juda zo'r. Ham bir tarafdan juda ham rivojlangan davlat, ham boshqa tarafdan juda ham qarshi olashgan davlat bu. Ovqatlariga alohida respekt, sassiqligiga, achchiqligiga, lekin odamlari ishiga sadoqatli, layoqat bilan qaraydigan ekan. Ertalab ichida ham chiqadi. Shunaqa gap do'stlar. Bo'lmasa, shunaqa chiroyli ko'chadagi Guanjoni video tugatamiz. Hammaga rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Bye bye. Bitta fotolik ketib ketaman.